noyabr oyining reysiga kech qoldim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, do'stlar, hali bu boshlanishi. Azizlar, biz hozir Farg'ona xalqaro aeroportdamiz, ya'ni navbatdagi hojilarimizni noyabr oyining birinchi reysini kuzatish jarayonida turibmiz azizlar. Videoni oxirigacha ko'ring, bizdan uzoqlashmanglar. Kimga mana shunaqa paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga so'rab qo'ying azizlar. Hali ichkarida batafsil video qilib beramiz sizlar uchun do'stlar. Do'stlar, mana hozir o'zlarining hammasi guvoh bo'ldilaring, hoshda va xojonalarga so'mkalar, bejiklar, vizalar, hali nimchalar hammasini berdik. Kayfiyatlari a'lo darajada. Xudo xolasa inshaalloh kimga mana shunaqangi paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqa qilib so'rab qo'yasizlar. Like va podpiska ayamanglar azizlar.